Navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Marhamat, Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan Beruniy tuman 42-maktab o'quvchisi Abdukarimova Nargiza Sabit qizi. Marhamat. Nargizaxon, tayyormisiz? Tayyor. Omad sizga hamroh bo'lsin. 3, 2, 1. Ketdik, marhamat. 10 daqiqa vaqtimiz. Assalomu alaykum. Mening bugungi loyihamning mavzusi bu yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish. Keyingi sahifaga o'tkazing. Bu loyihamning rejasi Yashil kelajak loyihasi birinchisi, ikkinchisi yoshlarning ekologik madaniyatini oshirishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, uchinchisi o'quvchilar orasida tabiatdan asrash bizning burchimiz mavzusida videoroliklar tanlovini o'tkazish, to'rtinchisi maktablarda eko haftaliklar o'tkazish. Keyingi sahifa. Muammo va dolzarbligi. Muammo bu insoniyatning balki biz va sizning tabiatga bo'lgan qarashlarimiz, biz tabiatga qilgan har qanday salbiy harakatimiz balki tabiatning, hayvonlarning, dengizlarning va butun yer sayyorasining asta-sekin nobud bo'lishiga olib keladi. Yer sayyorasining kelajakdagi taqdiri bu biz yoshlarning, biz va sizning ekologik madaniyatimiz va ekologik bilimlarimiz darajasiga bog'liqdir. Orol dengizining qurishi, Amudaryo va Sirdaryo suvlarining noto'g'ri foydalanishida 1960-yillardan boshlangan. Orol dengizi qurish oqibatida Orol dengizi o'rnida Orolqum cho'li paydo bo'ldi. Orolqum cho'lidan ko'tarilgan chang to'zonlar va zaharli pestitsidlar atmosferani ifloslantirmoqda. Ikkinchi ichimlik suvi tanqisligi dunyodagi suvning 97%ni sho'r suv tashkil etadi. Atigi 3%ni esa ichimlik suvlari tashkil etadi. Ichimlik suvlarining tanqisliklarining sababi bu insonlarning ichimlik suvidan haddan ziyod keraksiz narsalarga sarflashi, ularni isrof qilishi va iqtisodiy rivojlanishlarda va iqlimning keskin o'zgarishida ham suv tanqisliklari yuzaga kelishi mumkin. Keyingi sahifa. Keyingisi maqsadi va vazifalari. Bilamizki, bu ekologiyani yaxshilashda hukumat davlatimiz tomonidan ishlar olib borilmoqda. Bular Orol dengizi qurigandan keyin uning o'rnida yashil qoplamalar tashkil etilmoqda, yashil qoplamalar tashkil etilmoqda va suvni tejash maqsadida esa tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilinmoqda va yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirilmoqda. Instagram, Telegram, YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, ularda trendlarga mos ekologik kontentlar yaratish. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning 3.8 milliard aholisi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra esa yoshlarning 70% ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi va kuniga 3-4 soatlab vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi. Demak, bu yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarda faol ekanligini bilib, biz ularga ma'lumotlarimizni tez va ko'proq insonlarga yetkazib berishimiz mumkin. Chiqindilarni to'g'ri saralash, suvni tejash va ko'kalamzorlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish. Uchinchisi, ekologik tashkilotlar va mashhur blogerlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Keyingi sahifa. Yashil kelajak loyihasi g'oyalari. Yashil kelajak loyihasining g'oyalari ijtimoiy tarmoqdan foydalanish va YouTube'da qisqa va viral do it yourself, o'zing qil, ekologik challenge'lar va tezkor faktlar bilan, masalan, 1 minutda chiqindilarni to'g'ri tozalash, ularni saralash. Instagramda chiroyli infografika, ekologik toza va yashil shaharlardan reportajlarni yoritish. Telegramda chuqurroq ta'lim beruvchi
videoroliklar, mahalliy ekologik videoroliklarni joylash va mahalliy ekologik mutaxassislar bilan, ekolog mutaxassislar bilan intervyularni doimiy ravishda kanalga joylab borish, bu bilan Telegram kanallarda joylash orqali shu o'quvchilarning bilmaganlarini o'rganishlari mumkin. Masalan, shu kanalda ko'rganlardan keyin bu ishlarni qilmaydilar. Men ham jadidlarga ular shuni ko'rib o'rganishlari mumkin va fikrlari o'zgaradi. Men ham shu jadidlar tanloviga tayyorlanish jarayonida ular tayyorlanish jarayonidan oldingi fikrlarim va hozirgacha bo'lgan tayyorlanishim davridagi fikrlarim umuman boshqa. Demak, menda bo'lgan holat boshqalarda ham bo'lishi mumkin deb o'yladim. Ular shularni ko'rib, o'rganish orqali ularning ham fikrlari o'zgaradi va ekologiyani yaxshilashga o'z hissalarini qo'shadi degan umiddaman. Tabiatni asrash bizning burchimiz videorolik tanlovini o'tkazib, yakunda g'oliblarni rag'batlantirish. Tabiatni asrash bizning burchimiz videoroliklar tanlovini o'tkazishda ular shu videorolikni tayyorlash jarayonida ham ekologiyaga oid ma'lumotlarni o'rganadilar. Ularni shu videorolikka joylash uchun ham biladilar va o'rganadilar. Ekologiyani yaxshilashga o'z hissalarini qo'shadilar. Shu sababdan ham bizning tabiatni asrash bizning burchimiz videorolik tanlovini o'tkazish kerak deb o'yladim. Uchinchisi, maktablarda eko haftaliklar o'tkazish. Bular maktablarda biz ekologiyani videorolik yaratishda ekologiyaga oid bilimlarni o'rgandik. Eko haftaliklarda esa shu bilimlarni amalda qo'llash. Ular masalan bir haftada ko'chat ekish bo'lishi mumkin, bir haftada tejamkorlik bo'lishi mumkin, suvni tejash, keyingi haftada esa keyingi bet. Mening kanalning yuritish rejasi, bu kanal o'zidan o'zi tezkor bo'lib, tez paydo bo'lib qolmaydi. Uni yaratish uchun ham ozgina muddat vaqt kerak bo'ladi. 1-2 oy davomida shu kanal yaratilishi uchun ham tayyorgarlik ko'riladi. Keyingi ikkinchisi 3-5 oy davomida shu kanalga qo'yish uchun videoroliklar tayyorlanadi, ularning dizayni bilan ishlanadi, ma'lumotlarning aniqligi va shularni o'rganiladi va 6-oyda shu videoroliklarni joylab, ularning ahamiyatini baholab boriladi. Ikkinchi, tabiatni asrash bizning burchimiz mavzusidagi eng yaxshi videorolik tanlovi har yili o'tkazilishi kerak deb o'ylayman. Uchinchisi, o'quv yili davomida eko haftaliklar o'tkazib borish, masalan 1-2 oy o'tkazib to'xtab qolish emas, uni muntazam davom ettirish va shu orqali ekologiyani yaxshilashga o'z hissamizni qo'shish. Keyingi sahifa. Umumiy gap emas, aniqroq taklifingizni bildiring tezroq. Vaqtimiz ham 2 daqiqa qoldi. Kutilayotgan natijalar, loyihaning kutilayotgan natijalari, bu yoshlarning jamiyat uchun beriladigan foydalari. Birinchisi, ekologik madaniyatni rivojlantirish orqali tabiatni asrash, avaylashga yo'naltirib borish. Ikkinchisi, loyihadan olingan bilimlarni amalda qo'llash. Uchinchisi, o'quvchilarning tabiatga bo'lgan mehrlarini orttirish va ularni shu bilimlarda shakllantirish. Keyingi sahifa. Bo'ldimi? E'tiboringiz uchun rahmatmi keyingisi? Yo'q. Bir ikkita sahifa bor. Buni eshitdik. Oxirgisini ko'rsatib. Keyingi sahifa orqaga qarab ketib qoldingiz. Bu keyingi sahifa moliyalashtirish va hamkorlar bilan ishlash. Bu loyihani amalga oshirishda ham albatta moliyalashtirish ishlari zarur. Masalan, bu loyihamiz amalda qo'llansa, natija beradigan bo'lsa, grantlar yutib olishimiz mumkin. Bu loyihamiz homiylar tarafidan, homiylarga yoqsa, bu loyiha amalda qo'llansa, yaxshi natijalarga erishadigan bo'lsa, homiylar ham bunga yordam berishadi degan umiddaman. Sizda E'tiboringiz uchun rahmat. Qaysi tumandan edingiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani. Beruniy tumanidagi, qarang, siz eng ekologik fojiaga yaqin hududdansiz, ya'ni shu yerda qatnashchilardan. Qanday aniq o'sha fojiani ko'rasiz o'zingiz tumaningizda?
natijalari ko'rasizmi? Mm. Biz shunga ya'ni xos yechimlarni kutuvdik-da. Siz qanday mana shu bizda mana shunaqa fojia bor, men ko'rganman deb ayta olasiz? Suv tanqisligi hamma viloyatlarda ham bor. Bizning viloyatimizda, bizning tumanimizda ham bor. Shuni shu suv tanqisligini oldini olish uchun tomchilatib sug'orish tizimini joriy qilish kerak deb o'ylayman. Suv ham tejaladi, ham bizgacha yetib keladi. Umumiy ekologiya haqida emas, bitta suv tanqisligi haqida aytganingizda juda yaxshi bo'lardi. Hozir ham yaxshi, rahmat. Ekologiya Katta rahmat. Nargizaxon, rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Gap shundaki, O'zbekistonning turli xil manzillarida biz suv haqida gapirishimiz mumkin, lekin Qoraqalpog'iston Respublikasi aynan buni kaftday ko'rishadi. Ya'ni kundalik hayotda o'tish qaytish jarayonida ham ularni ko'zini oldida suv qurib borayotganligini ko'rishlari mumkin. Shuning uchun biz to'g'risini aytaman, men ham xuddi shunday yechim kutgandim aslida ulardan, lekin mayli, bu ularning tanlovlari, tanlovga esa biz qarshilik qilmaymiz. Va aksincha keyingi ishtirokchimizni chaqirishni lozim topamiz. Sirdaryo viloyati Guliston tumani 28-maktab o'quvchisi Abduazizova E'zozaxon Ilhom qizi. Marhamat. Taqdimot uchun biz sizni taklif qilamiz. E'zozaxon, bilasiz, taqdimot uchun 10 daqiqa vaqt ajratilinadi, lekin taqdimotingizni yanada mohiyatini kengaytiribroq yetkazishingiz uchun sizga savol-javoblar juda ham muhim bo'ladi. Agar 10 daqiqadan oldin yakunlasangiz, sizga savol-javob uchun imkoniyat beriladi va bu hammasi sizning qo'lingizda. Agar 10 daqiqa vaqt ichida siz loyihangizni taqdimotini tugatib bo'lsangiz, demak hech qanday savol sizga taqdim etilmaydi. Shularni barchasiga rozi bo'lsangiz, biz boshlashimiz mumkin. Assalomu alaykum, avvalambor muhtaram ustozlar. Mening loyiha taqdimotim milliy ta'lim yo'nalishini rivojlantirish, kelajak soatlarda tarbiya va hamkorlik poydevori mavzusida o'z loyiha taqdimotimni sizlarga taqdim etmoqchiman. Keyingi sahifa. Va men bu loyiha taqdimotimni muhtaram prezidentimizning milliy ta'lim haqidagi fikrlari bilan boshlamoqchiman. Milliy ta'lim tizimini u yoki bu shaklda har tomonlama rivojlantirmas ekanmiz, biz xalqimizning ilm va ma'rifat yo'lida oldinga siljishiga to'sqinlik qilamiz degan fikrlarda ilm fanni rivojlantirish hamda yoshlarga bilimli qilishga da'vat etadi. Keyingi sahifa. Va bizning maktablarda bizning tarbiyamizga hamda axloqimizga ijobiy ta'sir qiluvchi kelajak soati nomli tarbiyaviy darslar bizga juda ham ma'qul bo'lmoqda. Chunki video kontentlardagi qahramonlarga qarab biz o'z kelajagimizni ko'rmoqdamiz va har dushanba kelajak soati darsidan so'ng biz unda olgan motivatsiya energiyalarimizda bu butun haftaga tatimoqda va ushbu dars orqali biz o'zbek farzandi ekanligimdan hamda milliy g'urur, iftixor va vatanparvarlik hissini tuymoqdaman. Keyingi sahifa. Va muammo shundaki, kelajak soati darslarini men onam bilan birgalikda tomosha qilaman hamda bundan onam bilan tomosha qilaman. Bu haqda dugonamga aytgandim. Dugonamning ota-onasi bilan har kuni birgalikda ko'rishmayotgani hamda ular ota-onasi kech kelayotganini aytdi va bundan men juda ham ajablandim. So'ngra esa uning ota-onasini qanday qilib jalb qilish hamda o'rganganlarimizni mustahkamlash uchun qandaydir mashq daftari kerakligini o'yladim va mashq daftari yaratish fikri menda tug'ildi. Hamda men bu orqali biz mustahkamlaymiz hamda biz kabi o'quvchilarni mustahkamlash va baholash uchun baholab borish ham mumkinligini o'yladim va bu loyihamni sinf rahbarimga aytgan edim va u meni qo'llab-quvvatladi va buni birgalikda ishlab chiqdik. Keyingi sahifa. Va men kelajak soati uchun mashq daftarini xohlaysizmi degan kichik so'rovnoma o'z sinfimda o'tkazdim va sinfdoshlarim bunga ijobiy natija ko'rsatishdi va sizlarga bu so'rovnomani taqdim etmoqchiman. Keyingi sahifa. Va men bu loyihani jadid bobolarimizdan ilhomlangan holda ularning
ular dars kelayotganda ilhomlandim. Aynan Mahmud Behbudiy bobomizning o'z darsliklarini maktablarda tajriba qilib ko'rgandan ilhomlanib, o'zim kabi o'quvchilar uchun kichkina qulay mashq daftari yaratdim va bu mashq daftarida har bir mavzu bo'yicha 5-6 ta o'rtacha qiyinlikdagi savollar qo'ydim. Ham elektronmi? Yo'q, mana. Sen maktab direktori o'qiysan. Yo'q. Aytib ko'rmay qo'ysa Va bunda videoda nima tushunding degan bo'lim ham bor. Bunda esa o'quvchilar har bir video kontent bo'yicha o'z fikrlarini ayta oladi va mavzu yakunida umumlashtiruvchi 5-10 ta test savol kiritdim. Va eng muhimi esa ota-onalar uchun ham kichik bir bo'lim yaratdim. Bunda ota-onalar o'z ota-onalari har bir mavzu bo'yicha o'z fikrlarini bayon eta oladi va farzandlari uchun e'tibor berishni boshlashadi va biz hozir media zamonida yashayotganimiz sabab daftarni rangli va yoqimli qilish bizni topshiriqlarni yechishga zerikmasligimizga sabab bo'ladi. Keyingi sahifa. Va bu va men o'zim yaratgan mashq daftarini so'ng o'quvchi sinfdoshlarimga ko'rsatgan edim va ular bu o'tgan mavzu bo'yicha bu mashq daftarini ko'rsatganimda ular zo'r buni qachon chiqarasiz degan savollarga meni ko'mib tashlash va men bundan tushundimki, har bir to'g'ri niyat bilan boshlangan ish har doim boshqalarga ham foydasi tegar ekan va men ularga qanday ta'sir qilgani, ularga ijobiy ta'sir ko'rsatgani haqida qiziqdim va ular kichik yana so'rovnoma o'tkazdim va bunda natija yanada yaxshilashgani va ijobiy ta'sir ko'rsatganini sezdim. Keyingi sahifa. Va men xulosa qilib aytamanki, bu mashq daftarcha ota-onalarning maktab o'quvchilari uchun ishtirokini oshiradi hamda topshiriqlarni yechish orqali o'quvchilar baholanadi va bundan yanada darslarda faol qatnashishga qiziqish ortadi va faollashadi. Va so'ngra esa tarbiya yuzasidan ota-ona va maktab o'rtasidagi munosabatlar yanada mustahkamlanadi va o'quvchi ota-ona yuzasidagi muloqot zanjiri esa yanada mustahkamlanadi. Keyingi sahifa. Va men taklif bildirmoqchi edim. Bu mashq daftarini faqat taqdimotda emas, balki respublika miqyosida ham joriy etilishini istadim va bundan boshqa maktabdagi o'quvchilar ham o'z bilimlarini mustahkamlab, yanada bu fan uchun qiziqishlarini, tarbiya va axloqlarini yuksaltirishga xizmat qilishini xohlar edim va men yana bir kichik taklifim bor va jadidlar izlan kabi turli yosh toifalarda 1-4, 5-8 va 9-11 sinflar o'rtasida respublika miqyosida o'quv yilining oxirlarida kelajak soati bilimdoni tanlovini o'tkazishni istar edim. Mening taqdimotim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat. E'zoz, rahmat. Sizga savolim bor. Bu mashq daftari ota-onalar uchunmi yo maktab o'quvchilari uchunmi? Bu maktab o'quvchilari uchun hamda ota-onalar bilan farzandi o'rtasidagi muloqotni va bu daftarni kim to'ldiradi? Bu yerda mana hurmatli ota-ona deb topshiriq beryapsiz, pastda esa hurmatli o'quvchi deb topshiriq beryapsiz. O'quvchi va ota-ona birgalikda ishlashini. Ikkalasi birga daftar to'ldiradi. Bitta daftaringiz narxi necha so'm agar chiqadigan bo'lsa? Buni men aniq summasini bilmayman, chunki buni ota-onamga men faylni yozib berdim va ular menga chiqarib olib kelib berishdi. Yo'q, masalan, siz loyihangizni amalga oshirsak, sotadigan bo'lsak, har bir daftar donasi necha so'mlik daftar bo'ladi bu? 5000 yoki 10 minglar. Chunki bu sotmaymiz buni, balki biz o'zimiz men buni sotish niyatida emas, balki maktablarga davlat tomonidan tarqatiladi. Shunda o'quvchilar ham bunga yanada qiziqish ortadi deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat. Endi bunga ota-onangiz qanday qarashadi bilmadim, chunki so'ragan har bir ota-ona uchun yoki bo'lmasam o'quvchi uchun mana shunday xarajatlar bo'laversa, men nazarimda ularga ham zarar yetkazib qo'ysak kerak. Lekin hozir juda to'g'ri savol taqdim etildi. Aynan bu loyiha uchun qancha pul ketadi degan juda o'rinli savol. Bu menga shunaqa bir muloqotni eslatib yubordiki, startap loyihasi hamda investorlarimiz o'rtasidagi bo'layotgan suhbat
muhabbatni eslatib yubordi. Xo'p, bu ham kerakli jarayon. Bizda har bir chiqishlardan so'ng mana shunday munosabatga kirishadigan va tahlil qiladigan mavzularimiz dolzarbligi oshib bormoqda va bu ham bizni ushbu jadidlar izidan tanlovimizni asosiy maqsadlaridan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Demak, navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Marhamat, Jizzax viloyati G'allaorol tumani 73-maktab o'quvchisi Almamatova Flora Furqat qizi. Marhamat, Floraxon. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. A'lo darajada? A'lo darajada deyiladi. A'lo darajada kayfiyat bo'lsa, Floraxon, bilasiz, 10 daqiqa vaqt ajratamiz, lekin loyihangizni yanada batafsil yoritib berishingiz uchun sizga savol-javoblar juda muhim rol o'ynashini eslatib o'tmoqchiman. Agar vaqtidan avval yakunlasangiz, biz sizlar bilan bemalol savol-javob amalga oshira olamiz. Omad sizga hamroh bo'lsin. 10 daqiqa vaqt ketdi, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli komissiya a'zolari va aziz tinglovchilar. Bugun men himoyamda milliy ta'lim yo'nalishida jadid.edu raqamli platformamni sizga taqdimot qilib bermoqchiman. Keyingi sahifa. Birinchi men avval muammolardan boshlamoqchiman. Bugungi kunda jadid asarlari tarqoq. Ular yagona markaz yo'q va ular sifatsiz, ayrimlari izohsiz, ba'zilari esa ularda to'liq emas va shuning uchun men bu jadid.edu raqamli platformam orqali bunga yechim bermoqchiman. Keyingi sahifa. Yechim shundan iboratki, raqamlashtirilgan asarlar, ya'ni elektronniy asarlar va izohli o'qish, ya'ni qo'shimcha o'qish ham bor. Qo'shimcha o'qish uchun qo'shimcha o'qish ham bor. Yana jadidlar avtobiografiyasi. Jadidlar avtobiografiyasida biz jadidlarning yilma-yil, ya'ni xronologik xarita, yilma-yil ularning nima ish qilganlarini, hayotini, ijodini o'rganamiz. Audio kitoblar va video sharhlar. Audio kitoblar orqali ular audio eshitishni yaxshi ko'radigan o'quvchilar uchun audio kitoblar juda ham qulay va video sharhlar bu asarlarga beriladigan sharhlar. Virtual reallik va argumentli reallik. Jadid maktabi. Virtual ko'rgazma, ya'ni virtual material, virtual reallik, virtual ko'rgazma deganda men virtual materialni tushunaman. Yana virtual reallikda esa virtual reallikda ya'ni uni sinfxonani ko'rishimiz mumkin, ya'ni 1914-yildagi sinfxonani, dars jarayonini, ya'ni masalan Munavvar qori dars o'tayapti, shuni virtual reallik orqali ko'rishimiz mumkin. Argumentli reallikda bunda argumentli reallikda biz teatr sahnasida Padarkush dramasini jonli tarzda tomosha qilishimiz mumkin. Edu model o'qituvchilar uchun, ya'ni material, tayyor darslar, o'qituvchilar uchun tayyor darslar kerak bo'ladi va ularni ko'plab sahifalar kezish kerak va bunda platforma orqali tayyor darslar mavjud. Tadqiqotlar laboratoriyasi, ko'plab olimlar tomonidan ma'lumotlar bu tadqiqotlar laboratoriyasida beriladi. Keyingi sahifa. Bu virtual namoyish uchun siz sun'iy idrokdan foydalanmoqchimisiz? Shunda to'g'ri tushunyapmizmi? Sun'iy ong, aqldan foydalanmoqchiman. Platforma tarkibi, ya'ni platforma nimalardan iborat? 50 dan ortiq ijodkorlar, Avloniy, Fitrat, Behbudiy kabi ijodkorlarning darsliklari, maqolalari, hayoti, ijodi va yana gazetalar, turli gazetalar va har bir asar uchun izoh, lug'at va tarixiy kontekstlar ham mavjud. Keyingi sahifa. PDF bu ya'ni telefon orqali ko'rish mumkin bo'lgan. Nima u? Masalan, mana bu gazeta bo'lsa, uni PDF qanaqa bo'ladi? Mana bu bitta gazeta bo'lsa, uni PDF qanaqa bo'ladi? PDF telefon orqali elektron varianti. Skanerlangan elektronga o'tkazilgan shaklimi? Shunaqami? Ha. Siz o'zingiz tushunganingizni aytavering. Biz loyihangizni tushunib olishimiz kerak, imkoniyatlarini. Shu skanerlangan elektroniy varianti. Xo'p.
va interaktiv imkoniyatlari. Bu loyihaning imkoniyatlari izohli o'qish, murakkab so'zlar ustiga bosganingizda uning izohi kelib chiqadi va audio kitoblar professional notiqlar tomonidan o'ziga jalb qiladigan audio kitoblar va qo'shimcha til rejimlari o'zbek, rus va ingliz tilida o'rganish mumkin. Ya'ni gamifikatsiya yulduzchalari, ya'ni rag'batlantirish, ya'ni har bir asarni o'qib bo'lganingizdan keyin undan keyin rag'batlantirishlar bo'ladi, ya'ni sertifikatlar bo'ladi, yulduzchalar yig'ish. Buni bolalarni o'ziga jalb qiladi. Qidiruv, ya'ni qidiruvda biz yillarni, mavzularni, janrni, yillarni qidirishimiz mumkin. Keyingi sahifa marhamat. Virtual reallik va argumentli reallik sahifasida shunday Jadid maktabi 1914-yildagi sinfxonaning dars jarayonini ko'rishimiz mumkin. Nimaga aynan 1914-yildagi? Chunki Munavvar qori 1914-yilda o'rta maxsus ta'limga asos soldi va zamonaviy ta'limlar kuchaydi o'sha paytda. Yana argumentli reallikda Behbudiy teatr sahnasida Padarkush dramasining jonlanishini ko'rishimiz mumkin. Argumentli xarita, jadidlar faoliyati joylarning interaktiv xaritasi. Ya'ni interaktiv xaritada bunda biz jadidlarimiz, masalan, Behbudiy bobomizning sayohat xotiralarida qayerlarga borgani, qayerlarni kezgani ko'rishimiz mumkin. Bu model yoshlarni uchun merosni jonli va hayotiy va qiziqarli qiladi. Keyingi sahifa. Edu platform bu o'qituvchilar uchun asosan va 5-dan 11-sinflar uchun dars ishlanmalari, jadidlar bo'yicha testlar, yana slaydlar, infografikalar, 15 daqiqalik video darslar va metod qo'llanmalaridan iborat. Keyingisi marhamat. Bu platforma qanday muammolarni hal qiladi? Bu platforma asarlar tarqoq edi, yagona markazga aylandi va murakkab so'zlar bor edi, ularning izohi soddalashtirildi va yoshlar qiziqmaydi. Virtual reallik va argumentli reallik orqali, sun'iy ong orqali, audio va interaktiv format orqali yoshlar qiziqishi ortadi. O'qituvchilar yuklanmasi og'ir edi, ya'ni ko'plab sahifalarni kezish kerak edi, materiallar kerak edi. Tayyor edu paketlar mavjud, ya'ni materiallar mavjud. Tadqiqotchilarga material, masalan, to'la arxiv tadqiqotchilarga kerak va bu platformada to'la arxiv mavjud. Keyingi sahifa. Maqsadi auditoriya. Bundan kimlar foydalana oladi? Bundan o'quvchilar, talabalar, magistrantlar, o'qituvchilar foydalanadi va tadqiqotchilar va barcha jadid adabiyoti ixlosmandlari foydalana oladi. Keyingi sahifa. Va bunda raqobatchilar ham mavjud. Masalan, PDF arxivlari va YouTube'dagi ba'zi videolar raqobatchilari mavjud va bizning ustunligimiz shundan iboratki, to'liq interaktiv format va virtual reallik va argumentli reallik tajribasi, multimedia va professional audio kitoblar va audio notiqlar orqali biz bulardan ustunmiz. Keyingi sahifa. Va buning biznes moliyalashtirib, bu platforma qanday moliyalashtiradi va buni ko'proq premium obuna orqali moliyalashtiradi. Ya'ni har yillik obunalar orqali, 1 yillik obunalar orqali moliyalashtiradi va yana ko'proq moliyalashtiriladi. Homiylik, ya'ni hamkorlik loyihalari orqali moliyalashtiradi. Ya'ni aytmoqchisizki, oddiy versiyasida bepul foydalanishlari mumkin, premium versiyasida esa ko'proq imkoniyatlar taqdim etiladi. Pullik. Tushunarli. Va bu loyihaning bosqichlari. Birinchi bosqichda biz 3-oygacha dizayn modellari tuziladi, asarlar to'playdi, 10 ta muallifning matnlar bazasi tuziladi va ikkinchi bosqichda 3-oydan 6-oygacha platformaning ichki servis qismlari, audio studiya va sinov versiyalari qo'llaniladi. 6-oydan 12-oygacha esa virtual reallik va argumentli reallik modellari, edu portal va mobil ilovalar shakllantiriladi. Keyingi sinov versiyasi nima degani? Sinov versiyasi bu sinov o'tkazish. Bu platformani sinovdan o'tkazish. Test rejimimi? Xo'p. Bularni kim tashkil qiladi? Bular tuzuvchilar, filologlar, jadidshunoslar, tarixchilar, dasturchilar, dizaynerlar, audio studiya jamoalari, virtual reallik va argumentli reallik mutaxassislari va marketing guruhlari bularni ishlab chiqadi. Keyingi sahifa.
bu investitsiyasi shundan iborat va bunda investitsiyasi barchasi 80 ming dollarni tashkil etadi Hoy. va uning bu taxminan va bu bundan kam bo'lishi ham ko'p bo'lishi ham mumkin. Keyingi sahifa. Mana bu 80 ming dollar u qancha vaqtda topilgan foyda u? Yo'q, bu kiritilishi lozim bo'lgan Ha, summani investitsiya aytyaptilar. kiritish. Qayerga yo'naltirmoqchisiz bu mablag'ni keyin? Rivojigami? Platforma rivojiga, jamoat tuzishga, sun'iy idroq bilan ishlaydigan mutaxassislarga oylik to'lashga. Bu platformadan kutiladigan natija. Jadidlar merosi birinchi marta raqamlashtiriladi. Maktab, oliy ta'lim muassasalariga mukammal ta'lim resurslari yaratiladi. Yoshlar orasida qiziqishlar ortadi va O'zbekiston jadidshunoslik bo'yicha global digital markazga aylanadi. Keyingi sahifa. Va xulosam oxirgi so'zimda shunday demoqchiman, jadidlar merosi kelajak avlodning intellektual kapitalidir. Uni raqamlashtirib dunyoga taqdim etish vaqti keldi va bunda jadidlar merosi hech qachon yo'qolmaydi va bu platforma orqali men bizdan keyingi avlodlarga ham jadidlar merosini qulay va qulay shaklda yetkazib bermoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bo'ldi, boshqa hech qanday savolimiz yo'q. Qoyil, Fluraxon Rahmat Almamatova Flura Furqat qizi Jizzax viloyati G'allaorol tumani 73-maktab o'quvchisidan hozir biz nafaqat loyiha, balki tayyor yaxlit xarajatlari ham, foydasi ham va qolaversa afzallik jihati ham ko'rsatilgan startup loyihasini guvohiga aylandik hozir va bu soha mutaxassislari, jadudshunos olimlarimizni biroz hadiksirashga olib keldi. Fluraxon, shuni ham hisobga olasiz. Lekin aynan sizni bilimingizga tayangan holda bu jarayonlar amalga oshadi, agar haqiqatdan ham hayotga tatbiq qilinadigan bo'lsa. Shuni aytyapman-da, tayyor startup loyihasi bo'pti bu. Hozir aynidan mana shu so'nggi vaqt yurtimizda tijorat banklari tomonidan startaplar uchun juda ham keng imkoniyatlar berilyapti. Ketma-ket suhbatlar, vazirliklar, raqamli texnologiyalar vazirligi, IT park tomonidan ham juda katta mablag'lar aynan yurtdoshlarimizni startup loyihasi bor bo'lgan loyihalar egalarini qo'llab-quvvatlashiga qaratilmoqda. Bu endi umuman olganda jadidlar izidan tanlovini keyingi bosqich yo'nalishiga o'tib ketsa kerak men nazarimda, chunki bu tanlov doirasida bo'lmagan jarayonlarni muhokama qilyapmiz biz. Keling, undan ko'ra yaxshisi navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilsak, ular Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani 16-maktab o'quvchisi Keldiyorov Muhammaddiyor Mansur o'g'li bo'ladilar. Marhamat, Muhammaddiyor. Minbar bo'sh, u sizga shay. Siz tayyorsiz. Eslatib o'tamiz. Beriladi sizga 10 daqiqa vaqt, lekin agar bo'ladigan savollar bo'lsa, siz o'zingizning loyihangizni kengroq va ko'lamliroq tushuntirib berishingiz uchun vaqtidan avval yakunlasangiz ham sizga koni foyda bo'ladi. Bu shunchaki eslatma. Tanlov esa o'zingizning qo'lingizda. Tayyor bo'lsangiz 10 daqiqa vaqt ketdi. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani 16-maktabning 8-sinf o'quvchisi Keldiyorov Muhammaddiyorman. Men jadidlar izidan tanlovining 3-bosqich sharti, erkin fikrlar shartida o'zimning loyiha taqdimotimning mavzusi teatr hisoblanadi. Bunda sarlavha jadid teatri ma'rifatning so'nmas mash'ali hisoblanadi. Keyingi sahifa. Loyiha taqdimotimning rejasi. Birinchi reja O'zbek teatri jadid bobolarimiz harakati mevasi. Ikkinchi reja Padar kuch dramasi va millatni uyg'otish g'oyalari. Uchinchi reja Avloniy pyesalari va uning Turon truppasi. To'rtinchi reja Fitratning dramalari orqali o'z xalqiga qilgan murojaatlari. Beshinchi reja Halima dramasi xalqning teatrga mehr muhabbat ramzi. Oltinchi reja Abdulla Qodiriy, Hamza va Cho'lponlarning milliy teatr sohasiga qo'shgan hissalari. Yettinchi reja Yangi O'zbekistonning bu kungi teatrlari. Keyingi sahifa.
jadid bobolarimiz bundan 100 yillar muqaddam jaholatga botgan Turkistonni g'aflat botqog'idan uyg'otish uchun matbuot, jadid maktablari qatorida asosiy mavzuga o'tib ket. Umumiy takrorlar ko'p bo'ldi. Asosiy g'oyangga o'tib ket. Keyingisiga keting. Keyingi sahifa. Albatta teatr sohasiga bizning yurtimizda Mahmudxo'ja Behbudiy Padarkush dramasi orqali o'zbek teatriga asos soldi. Padarkush dramasi Mahmudxo'ja Behbudiyning dramasi hisoblanadi. Padarkush uni o'qimagan bolaning holi hisoblanadi. Padarkush juda ham muvaffaqiyatli chiqqani uchun amerikalik olim Edward Olvard ham Padarkushni Turkistonda chiqayotgan dramalar orasida eng muvaffaqiyatli drama deb hisoblaydi. Keyingi sahifa. Albatta keyingisi. Orqaga ketib qoldingiz. Taklifingga o't faqat. O'zingiz loyihangizni nimani taklif qilyapsiz? Mening loyiha taqdimotimning asosiy maqsadi bu kunda asosan poytaxtimiz Toshkentda teatrlar juda ham ko'p, ammo boshqa chekka hududlarda teatr mavjud emas. Bitta ikkita mavjud. Shunda ham odamlar teatrga borishmaydi. Hozirda texnika, ilm-fan texnika rivojlangani uchun uyida o'tirib ham spektakl, teatrlar tomoshalarini ko'ra olishi mumkin. Mening maqsadim barcha hududlarda asosan teatr binolari, teatr truppalarini qurib, ularda turli spektakllar o'tkazish asosiy maqsad hisoblanadi. Bu teatr binolarini qurib qo'yish bilan ish bitmaydi, chunki ko'plab odamlar teatrga bormaydi. Buning uchun millat bolalari, yoshlarimizga bog'cha davridan boshlab sahna asarlarini, o'zining yoshiga mos bo'lgan sahna asarlarini ularning miyasiga imkon darajada singdirish va teatr orqali ularni ham millatga xizmat etishga chorlash, undash orqali yangi O'zbekistonni bundan rivojlantirish mumkin. Taqdimotni o'tkazib beringlar, ko'raylik nima bor ekan. Taqdimotini ham ko'raylik. Bitta o'tkazib beringlar iltimos. Arslon Temur sag'anasi. Keyingisi. Bu taqdimotga tayyorgarlik yo'lida o'zing ham maktabda sahnalashtirdingmi bironta asarni yoki teatrga borib ko'rdingmi? Keyingisi. Teatrga borib ko'rdim. Qaysi teatrga? Termiz davlat teatriga. Spektakl ko'rdingmi? Ha, Qaysi spektakl? jadidlar. O'tkazinglar yana ko'raylik. O'tkiz degan teatr sahnalashtiribdimi? Yoqdimi senga? O'tinglar keyingisiga. Keyingisi, marhamat. O'zing aytding boya zamonaviy texnologiyalar davrida Xo'p, keyingisi. teatrda o'rni qanday deb. Tushunarli, rahmat. Biz qanday bugungi davrda teatrda targ'ib qilsak bo'ladi deb o'ylaysiz? Qanday mana xo'p, sizda o'sha Jarqo'rg'onda teatr ochsak, odamlarni olib kelish uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun albatta bolalarni katta odamlarga qancha targ'ib qilsa ham ular kelmaydi. Buning uchun millatning yosh avlodlarini yaxshi tarbiyalab, ularga sahna asarlarini tushuntirib, ya'ni ota-onalar kelishi uchun talabgirlikni bolalarga qaratish kerak, to'g'rimi? Bolalar orqali ularni e'tiborini teatrga, ya'ni yoshlari kattalarning e'tiborini teatrga qaratishni taklif bermoqdasiz. Mana o'zingiz shu teatrni ko'rgan ekansiz va Termiz teatrida bo'ldim deyapsiz. Nimalar kamchilikdek sizga tuyuldi? asosan aktyorlarning rol o'ynashida ko'plab xatolar ko'rindi. Masalan, bola ham sezgan shu narsani.
Ha, endi tangani ikkinchi qismiga o'tib ketamiz men nazarimda. U umuman boshqa mavzu bo'ladi. Biz Muhammadiyor sizga minnatdorlik bildiramiz. Katta rahmat va o'ylaymizki, siz qilayotgan hozirgi rejalar vaqt o'tib albatta amalga oshiriladi va ota-onalar esa o'z farzandlarini mana shunday madaniyat o'chog'iga tashrif buyurishiga sabab bo'lishadi, imkoniyat yaratib berishadi va biz shu yo'nalish orqali ham siz kabi tengdoshlaringizni to'g'ri fikrlashga, ajdodlarimizni hurmat qilishga va jadidchilarimizni bosib o'tgan qiyinchilik yo'llarini anglashimizga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Zeroki bizgacha kelgan ushbu hamma narsasi bor, hamma narsasi muhayyo bo'lgan vaziyat qanchalik qiyinchilik bilan, qancha qon to'kilishlar bilan amalga oshirilgan. Buni esa biz qadriga yetishimiz kerak. Rahmat kattakon, sizni joyingizga kuzatamiz. Minnatdorlik bildiramiz. Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 6-maktab o'quvchisi Qo'chqorova Komilaxon Vahobiddin qizi. Marhamat, sizni taklif qilamiz Komilaxon. Kayfiyatlar qalay? Har doim sizdagi bu kayfiyat bizga yana bir bora tetikroq bo'lishimizga sabab bo'ladi. Xo'sh, sizga ham xuddi shu gap 10 daqiqa vaqt beriladi, lekin yanada loyihangizni, taqdimotingizni ko'proq yoritib berishingiz uchun asosiy e'tiboringizni savol-javobga qaratsangiz ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin yana tanlov o'zingizni qo'lingizda. Omad tilagan holda Komilaxon, biz sizni taqdimotingiz uchun start beramiz. 10 daqiqa vaqt ketdi, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli hakamlar hay'ati. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani 6-sonli umumta'lim maktabini o'quvchisi Qo'chqorova Komilaxon raqamli muallim mavzusida tayyorlagan loyiham bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Keyingisi. Loyihamni avvalini prezidentimizning 21-oktyabr til bayramiga bag'ishlangan nutqidagi fikr bilan boshlamoqchiman. Hayotimizda sun'iy intellekt ta'siri ortib borayotgan bir paytda bu qudratli vosita yordamida ona tilimizni rivojlantirish va targ'ib qilish davr talabidir. Keyingisi. Bundan tashqari sizlarga shuni ham aytib o'tmoqchimanki, bundan 100 yil, ya'ni bir asr avval milliy tilimizni rivojlantirish, uni davlat tili maqomiga darajasiga ko'tarish va uni dunyo tillari orasida o'z o'rnini belgilashga xizmat qilishi jadidlarimiz uchun ham juda dolzarb muammolardan biri hisoblangan. Xususan Abdulla Avloniy o'zining Turkiy Guliston yoxud Axloq asarida ushbu bo'limga alohida urg'u beradi, ya'ni hifzi lison, milliy tilni saqlamoq haqida alohida to'xtalib o'tadi va milliy tilni yo'qotmoq millat ruhini yo'qotmoq degan fikrni ilgari suradi. Mahmud Xo'ja Behbudiy ham aynan mana shu turkiy tilimizni she va lahjalariga alohida e'tibor berish va mana shu butun Turkistonga ma'lum bo'lgan, ular gapirganda tezda tushuna oladigan milliy adabiy til yaratish masalasini alohida g'oya sifatida ilgari suradi. Keyingisi. Hozir men sizlarga taklif qilmoqchi bo'lgan loyiham raqamli muallim o'zbek tili savodxonligini oshirishga qaratilgan raqamli platforma. Keyingisi. Ushbu loyiham bilan sizlarni avvalo alohida tanishtirib o'tsam, ushbu loyiha hozirgi kunda juda ham yoshlar orasida dolzarb bo'lgan muammolardan biri, ya'ni savodsizlik, internet tarmoqlaridagi, ijtimoiy tarmoqlardagi savodsiz yozishmalarda so'z fikrlar o'rniga emojilarni qo'llash va undan tashqari oddiy kundalik hayotimizda ham, oddiy insho yoki matnlarda ham juda ham oddiy lekin muhim bo'lgan imloviy xatolarga yo'l qo'yishni kamaytirishga yordam beruvchi platforma. Keyingisi. Hozirgi muammolarimizning asoslanishi. Hozirgi vaqtda yoshlar ko'p vaqtini internetda o'tkazadi, biroq ushbu internetda o'tkazgan vaqtlari davomida yozma nutqdagi adabiy til me'yorlariga e'tibor berishmaydi. Xususan ular ijtimoiy tarmoqlarda talaffuzga asoslangan shevadagi yoki buzilgan shakllarni qo'llashadi. Bunga masalan undovli sh harf birikmasi o'rniga w harfini foydalanish yoki unlilarni tushirib yozishni misol qilib keltirish mumkin. Qisqartirilgan ma'no yukini yo'qotgan gaplar odatiy holga aylanmoqda. Masalan, ingliz tilidan kirib kelgan so'zlar OMG ko'rinishda yozilyapti. Bu so'zni ma'nosini hamma tushunsa-da, lekin yana qisqartirish bu menimcha juda ham savodsizlik, madaniyatsizlik belgisi. Va undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda so'z o'rniga emojilardan foydalanish, emojilar yordamida o'z his-tuyg'usini ifoda etish. Bu holat hozirgi yoshlarimiz orasida ortib bormoqda va bu o'quvchilarimizda savodxonlik darajasining tushib ketishiga, savodxonlik til madaniyati shakllanishiga to'sqinlik qilmoqda. Keyingisi.
Keyingisi marhamat. Undan tashqari ushbu muammolar faqatgina imloga oid emas, yoshlarimizning ta'lim tarbiyasiga va ularning madaniyatiga ham oid bo'lib, raqamli muallim o'zbek tilida savodli yozish, xatolarni aniqlash, internetda to'g'ri muloqot qilishni o'rgatuvchi sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy platforma hisoblanadi. Platformaning asosiy g'oyalari: xatolarni avtomatik aniqlash moduli. Masalan, biz yaxshimisan oddiy so'zida sh o'rniga w harfini qo'llaganimizda, u mana shu xatoni avtomatik ravishda aniqlaydi ushbu platforma va undan tashqari internet savodxonligi bo'limi mana shu so'zni o'zi to'g'rilab yozadi. Biz probel tashlaganimizda, ya'ni orada bo'shliq tashlaganimizda ushbu so'zni to'g'riligiga ahamiyat beradi va uni xato bo'lsa o'zi to'g'rilaydi. Bundan tashqari ushbu platformaning yana bir asosiy jihatlaridan biri sun'iy intellekt asosida shaxsiy o'quv dasturi. Bunda o'quvchi o'zi mana shu saytga kiradi va ushbu sayt yordamida o'zi ko'p qiladigan xatolar haqida sayt ma'lumot yig'adi o'quvchi haqida va bu xatolarni tuzatish uchun o'quvchiga sodda, tushunarli ravon tilda o'zini fikrlarini bildiradi. Oxirida natijalarni monitoring qiladi. O'quvchining o'qituvchisi va ota-onasiga uning natijasini, xatolar statistikasi qay darajada rivojlandi, mana shuncha vaqt ichida qay darajada rivojlandi va qay darajada o'z nimasini yo'qotdi. Qay darajada o'sdi o'quvchi, xatolarni mana shu xatolar. Bitta narsa so'ray. Monitoring nima degani? Monitoring? Tekshirish. Xo'sh. Natijalarni tekshirib, o'qituvchi va ota-onaga o'quvchining xatolarini jo'natadi sun'iy intellekt platforma. Shunday funksiyasi bor. Bu narsani jo'natadi va o'qituvchi ota-ona o'zini farzandi, o'quvchisi qay darajada xato qilyapti, nimada aynan xato qilyapti, mana shular haqida hisobotni ko'radi. Qisqaroq qilib Gamifikatsiya nima degani? Menga qarab javob bering. Gamifikatsiya nima degani? O'yinlashtirish. U nima degani? O'yinlashtirish degan o'zbekcha so'z emas-ku. Yo'q. Bu loyihani bu qismida o'quvchi o'yin yordamida so'zlarni to'g'ri yozishni o'rganadi, imlo qoidalarini o'rganadi. Keyingisi. Ushbu loyihaning maqsadi va asosiy vazifalari: asosan o'quvchilarda savodli yozishmalar, adabiy me'yorlarga xos bo'lgan yozishmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Internetda til madaniyatini oshiradi va o'zbek tilining raqamli makondagi mavqeini qayta tiklaydi. Raqamli makonda rivojlanishiga asosiy tamal toshini qo'yib beradi. Va uni vazifalaridan biri til xatolarini aniqlaydigan raqamli tizim. Tilda xatolarni aniqlaydi va uni to'g'rilash uchun o'quvchiga o'zi yordam beradi. O'quvchiga o'zi o'qitadi, dars sifatida o'tadi bu narsani. Undan tashqari til me'yorlarini mustahkamlovchi amaliy mashqlarni o'quvchiga berib boradi. O'quvchi bu yordamida o'zining internetdagi savodxonligini va undan tashqari adabiy tilda so'zlovchi adabiy tildagi nutqini oshiradi. Keyingisi. Komila, savodxon degan dastur bor-da, hozir hamma foydalanadi. U ham xuddi shunaqa imlo xatolari tuzatadi, siz aytayotgan masalalar ko'targan yerda ham. Sizni bizga taklif qilayotgan loyihangiz undan nima farqi bor? Buni farqi u o'qituvchi va ota-onaga siz o'sha dasturdan foydalanib ko'rganmisiz? Savodxon degan dasturdan. Savodxon degan dasturdan foydalanib ko'rganman. Bundan farqi o'qituvchi va ota-onaga o'quvchi haqida ma'lumot berib boradi. Uni darajasi qandayligi haqida, qay darajada yetuk, qay darajada bilimi bor mana shu sohada, shu haqida qanaqa ma'lumot beradi? SMS jo'natadimi? Ha. Masalan, uni Telegram akkauntlari yoki o'zining shaxsiy SMS xabarlariga fikr yuboradi. O'quvchingiz yoki farzandingiz mana bunday darajada o'zlashtiradi va mana bunaqa sohalarda yetuk darajaga yetdi degan fikrni jo'natadi. Bu raqamli platformadan kutilayotgan asosiy natijalar: o'quvchining savodxonlik darajasi oshadi, kundalik hayotda, so'zlashuvlarda, oddiy insho yoki matnlarda imloviy xatolarni kam qilishni boshlaydi va undan tashqari internetda ham o'zbek tilining savodli, madaniyatli shakli rivojlanadi. Keyingisi. Xulosa: internetda savodli yozish hozirgi avlod uchun juda ham zarur ko'nikma. Chunki sun'iy intellekt rivojlanayotgan paytda biz mana shunday savodsiz, madaniyatsizlar sifatida internetda bunday yozishmalarga yo'l qo'yishimiz to'g'risi o'zbek xalqi uchun
umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki Komila bizning- tushundik, xulosangizni ham mana ko'rdik. So'ramoqchi bo'lgan, bu loyihani amalga oshirish uchun necha kishi ishlash kerak? Bu Va loyihani- kimlar ishlash kerak? Bu loyihani amalga oshirish uchun uncha ko'p inson kerak emas. Sun'iy intellekt kerak. Asosiysi sun'iy intellekt yordamida shu loyihani sun'iy intellekt bilan birgalikda, hamkorlikda amalga oshirish Kimlar mumkin. hamkorlikda ishlaydi sun'iy intellekt bilan? Sun'iy intellektni kimlar ishlatadi? Sun'iy intellekt bilan hamkorlik qila olmaysiz, siz uni ishlatasiz. Yana kimlar ishlashi kerak? Asosan o'qituvchilar, ona tili va adabiyot o'qituvchilari va informatika o'qituvchilari, informatika sohasining o'zini mutaxassislari, ona tili adabiyot sohasi mutaxassislari ushbu platformaga o'zi kerakli buyruqlarni joylaydi. Undan keyin platforma o'quvchi bilan ishlaydi. Komila juda yaxshi. Dasturlovchi deymiz unda insonlarni. Katta rahmat. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz.